Meniyam uyimda sizdek shart-sharoitlar bo'lganda, men ham xuddi sizga o'xshab uylarimni uborka qilib o'tirardim. Bunaqa sharoitda uborka qilmasa ham uyat bo'ladi degan SMSlarni oxirgi paytlar ko'p olyapman. Qizlarjonlar, uyim meni sizlar o'ylayotgan darajada dang'illama emas, 3 xonali kichkinagina shinamgina uyimiz bor va men shu uyimizga mehr berib, fayz va baraka bo'lishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Aslida bu ishlarim uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi. Turmush o'rtog'im olib kelgan narsalarini chiroyli qilib xolodilniklarga joylab, uylarimni har kuni bir sidra uborka qilib olaman. O'shanda generalniy uborka qilishga aslida hojat ham qolmaydi va sizni uyingizda fayz baraka bo'lishi uchun, uborka qilib har doim uyingizni toza saqlashingiz uchun katta dang'illama sharoitingiz bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Kichkinagina uyimizni chiroyli qilib tozalab qo'ysak, o'shani o'zi juda ham chiroyli ko'rinadi va albatta uyimizda fayz bo'ladi. Bilasizmi, kichkina uylarga kirsangiz ham o'tda qanaqadir xotirjamlik va baxt ufurib turganini his qilasiz. Albatta menga obuna bo'lib, stories va aktualnilarimni kuzatib boring. Blogim har bir ayol qiz uchun foydali bo'lishiga ishonaman.